SSF kompaniyasining DMT4218 modelidagi elektron termometri. Keling, uni qanday ishlatishni ko'rib chiqamiz. Ushbu termometrga 6 oylik kafolat berilgan. Mana bu QR kodni skanerlab Telegram botga o'tib kafolatni faollashtirishingiz mumkin. Servis sentri nomeri ham ko'rsatilgan. Ushbu termometrdan oral, ya'ni og'iz orqali, rektal, to'g'ri ichak orqali va qo'ltiq osti orqali foydalanishingiz mumkin. Korobkasida 60 soniyadan so'ng ovozli signal beriladi deb yozilgan. Bu rektal usulida ishlatish uchun. Qo'ltiq ostida ishlatilganda termometrni 3 daqiqa, og'iz orqali ishlatilganda 2 daqiqa termometrni ushlab turish kerak. Ushbu termometrni uchi moslashuvchan, hech narsa yechilmaydi va bolalar uchun rektal usulida ishlatish uchun qulay. Termometrni yuvish mumkin va rektal holatda ishlatilgandan so'ng og'iz orqali ishlatish mumkin emas bo'ladi. Termometrni ishlatish uchun avval tugmani bosish kerak. Bosganingizdan so'ng u oxirgi o'lchovni ko'rsatadi va shundan so'ng ishlatishga tayyor bo'ladi. Termometr LO deb ko'rsatganda bu uni yana qaytadan ishlatish mumkin ekanligini ko'rsatadi. Agar siz haroratni ketma-ket bir necha marta o'lchamoqchi bo'lsangiz, har bitta o'lchovdan keyin kamida 3 daqiqa kutishingiz kerak. Termometr sovishi va eski o'lchovlar uchishi uchun. SSF, sog'lig'ingizni to'g'ri nazorat qiling.